Assalomu alaykum hammaga. Demak, biokimiya darslarimizda davom etamiz. Demak, bugungi mavzuimiz bu lipidlar transporti. Ya'ni yog'larning tashkilishi haqida gaplashamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Demak, biz tashqi tomondan, ya'ni oziq-ovqat mahsulotlarimiz tarkibida yog' mahsulotlarini nima qildik? Yedik. Yog'li ovqat yedik bobani. Uning tarkibida yog' hamda xolesterol bor. Bu ichak tomoni bu. Demak, ichak hujayrasi ichak hujayrasi. Yaxshi, demak yog' yedik. Bu yog'li mahsulot yeganimizdan keyin o'z navbatida bilamizki, o't qopidan o't suyuqligi ishlab chiqariladi hamda bularni parchalab mayda, ya'ni yog'larni parchalab turib, emulsiyalab turib, mitsella ko'rinishga keltirib beradi o't suyuqligi, o't safo. Demak, mitsella. Demak, mitsellalardagi nimalar bor? O'z navbatda triglitserid, xolesterol, bo'lmaganda yog'lar bor. Demak, bularni maydalashdan emulsiyalashdan nima foyda deyilsa, bu ichak hujayrasi tomonidan osongina mana lipidlar nima qilyapti? O'zlashtirilyapti. Demak, ichak hujayrasidan o'zlashtirilyapti. Demak, bu ichak bo'shlig'i. Endi ichak hujayrasidan o'zlashtirilgan yog'lar nima bo'ladi? Xlomikron ko'rinishga keladi. Xlomikron nima bu deyilsa, lipoprotein. Demak, lipoprotein. Ya'ni nimadan tashkil topgan deyilsa, lipid, yog' qismi. Protein, oqsil. Ya'ni yog' va oqsillardan tashkil topgan tuzilma bu lipoprotein deyilar ekan. Demak, birinchi bu lipoproteinimiz bu xlomikron. Xlomikronni densitysi zichligi juda ham past. Demak, density past. Nimaga deyilsa, tarkibida triglitseridlar qancha ko'p bo'lsa, u katta molekulalarni egallaydi. Shuning uchun zichligi nima bo'ladi? Past bo'ladi. Mana katta molekula. Chunki tarkibida triglitseridlar juda ham ko'p. Shuning oqsil bo'lsa kam. Shuning uchun uning densitysi juda ham past. Demak, eng past zichlikka ega. Bu nima bo'ldi? Bilamizki, yog'lar qonga so'rilmaydi. Nimaga so'riladi? Limfaga so'riladi. Demak, limfaga xlomikron so'rildi. O'z navbatda subklavian venaga qo'yilibdi. Bundan yuqoriga kavak venaga quyilyapti. Ya'ni venaga quyiladi limfa tizimi. Buni adashtirmaymiz. Yaxshi. Limfa nima bo'ldi? Qonga aralashdi. Demak, bu xlomikronning asosiy vazifasi nima bo'ldi? Ichakdan qonga triglitseridlar va yog'ni tashish. Demak, mana xlomikron tarkibida nima bor? Triglitseridlar. Ya'ni 3 ta yog' kislotasi hamda bitta glitseroldan tashkil topgan. Bu demak triglitseridlar bor. Hamda xlomikronda ApoB48 degan proteinimiz ham bor. Demak, bu aytganimizdek gapimiz yolg'on emas ekan. Lipid hamda nimadan? Protein bor, triglitserid plus nimadan? Oqsildan iborat ekan. Demak, bu keldi. Bu qonga tushgandan keyin qonda bizda HDL bor. High density lipoprotein. HDL. High density lipoprotein. High density lipoprotein. Demak, buni zichligi eng yuqori xlomikrondagi eng past edi. Demak, bu nima qiladi deyilsa, bu o'zini ikkita retseptori bo'ladi. Ikkita oqsili deylik, ApoC2 hamda ApoE degan oqsili bor. Bu narsani nima qiladi? Xlomikronga beradi. Bu saxiy bu. Shuning uchun nima bo'lyapti endi? Xlomikronga beryapti. Qaysini? ApoC2 hamda ApoE. O'zida bitta ApoB48 bor edi. Demak, bu nima qilyapti? Oqsillarni o'ziga olyapti. Endi bu oqsilni olgandan keyin, ApoC2 olgandan keyin bu oqsili bor. Demak, bu oqsil o'z navbatida nima qiladi?
lipoprotein lipaza degan mana bu joyda retseptor bor desak bo'ladi. Bu retseptorga bu mos keladi. Ya'ni hlamikronda endi bu ushlab oladi. Bu qayerda bor degansa yog' to'qimalar adipositlarda. Demak, hlamikronda nima qildi? Yog' to'qimasini tutib berdi. Lipoprotein lipaza bilan nima qildi? Bu apositu birlashdi. Endi bu bo'lgandan keyin nima oladi desa, tarkibida yog' kislotalari oladi. Trigliseridlar oladi, undan yog' kislotalari olib, borana bu zapasni olib qo'yishi mumkin. Zapasni olib trigliseridlar demak, dozasi nima bo'ldi? Kamaydi. Mana. Hamda bunda 2 dona retseptor qoldi. Bu qaysi? ApoE mana qizil hamda ApoB48. Hamda bu qonda ketayotgan payt endi hepatosit, ya'ni liver jigarga duch kelgan payt, ya'ni jigarga to'g'ri kelgan payt endi bu ApoE retseptor bilan jigarga nima qiladi? Jigar tomonidan olinadi. Jigar tomonidan bu olingandan so'ng endi trigliseridlar olindi. Umuman hlamikron remnant. Demak, bizda struktura o'zgardi. Hlamikron yog' to'qimasi trigliseridlar berib turib, trigliseridlar kamaygandan keyin hlamikron remnant, ya'ni hlamikronda qoldig'i. Hlamikron qoldig'i degan strukturaga aylandi. Hlamikrondan hlamikron qoldig'i qachon deyilsa, trigliseridlar lipoprotein lipaza orqali nima qildi? Adipositga bergandan keyin. Yaxshi. Mana shuni mo'yonim yopib qo'ysam zo'r bo'ladi. Mana shu zo'r. Mana shu ish yaxshi oldi. Yaxshi. Endi buni baqib qo'ysak. Demak, bu endi ApoE bilan ApoE retseptorga hepatositga birlashdi hamda bu jigardan olindi. Jigar tomonidan olingandan keyin trigliseridlar energiya sifatida ishlatilishi mumkin turli xil vazifalarda. Hamda bu o'rniga nima chiqaradi degansa, xolesterol plus trigliseriddan iborat bo'lgan VLDL ni ishlab chiqaradi. VLDL. Demak, VLDL ni ishlab chiqaradi. Bu very low density lipoprotein buning uzun nomi. Demak, bu ishlab chiqarilgandan keyin nima bo'ldi? Navbatda bunda qanday retseptor qoldi? Bu jigar tomonidan berilgan ApoB100. VLDLda ApoB100 bor. Bunga yana HDL keladi. Yana nima beradi? O'zidan apositu va hamda ApoE retseptorlarni beradi. Endi apositu, apolipoprotein sitozi, apositu deymiz. Apositu nima qiladi? Adiposit tomoniga boradi. Adiposit ham trigliseridlar oladi. Trigliseridlar bilasizlar asosiy energiya manbai. Demak, bu VLDL adipositga yana trigliserid bergandan keyin trigliserid tarkibida yana kamayyapti. Endi xolesterol oshyapti nisbatan trigliserid kamayib xolesterol oshyapti. Xolesterol qayerdan oladi? Jigardan. Endi bu adipositga uchragandan keyin buning nomi yana o'zgaradi. Bu endi ideal intermediate, ya'ni o'rta darajadagi zichlikli lipoprotein hosil qiladi. Bu endi yana jigarga keladi. Hepatik lipaza tomonidan ApoE hepatik lipaza tomonidan nima qilyapti bu o'z navbatda yana? Birikyapti. Qayerga birikyapti deydigan bo'lsak, hepatosit, ya'ni bu ham jigar. Demak, bu tomonga jigar tomonidan jigarga kelgandan keyin jigar trigliseridlar maksimalni olyapti. Xolesterol bo'ladigan bo'lsa, o'z navbatda nima qilyapti? Oshyapti. Hamda bu joydan endi LDL chiqyapti. LDL yomon lipoprotein nomini ham bilasizlar. Ya'ni LDL baland bo'lsa, yurak ishemi kasalligiga uchrash xavfi baland bo'ladi. Demak, LDL chiqyapti. Hepatik lipaza tomonidan olingandan keyin o'z navbatda. Endi bizda LDL nima qiladi deyilsa, endi xolesterolni periferik hujayralarga tashiydi. Buni o'zi funksiyasi bor. Ya'ni bu LDL low density lipoprotein nima qiladi deydigansiz, bu asosan xolesterolni periferik to'qimalarga tashiydi. Xolesterol bilasizlar, vitamin D sintezida, steroid gormonlar sintezida,
Nima hujayra membranasida nima qiladi? Xolesteroldan iborat. Shuning uchun bu periferiyaga boradi. Endi periferiyada LDL retseptor tomonidan LDL olinadi. Demak, xolesterol ishlatiladi, trigliserid ishlatiladi. Tamom. Agar bunda o'z navbatda mana bu periferik to'qimadan xolesterol qoldi yoki bo'lmasam endi periferik to'qimadagi xolesterol nima bo'lib chiqadi oshiqchasi deyinsa, endi bu HDL bo'lib chiqadi. Bu joyda yo'q. HDL. HDL'ning funksiyasi endi periferik to'qimalardagi xolesterolni bu jigarga beradi. Mana bu LDL jigardan periferik to'qimalarga beryapti u xolesterolni. Bu yomon sifatli edi. Endi yaxshi sifatli HDL esa periferiyadan olib turib xolesterolni periferiyadan olib turib jigarga beryapti. Endi bu o'sha mexanizmni tushungan bo'lsalar ham LDL endi haddan tashqari oshib ketsa, bu qon tomiridagi mana bu qon tomirida o'zida nima bo'ladi? To'planadi. Xolesterol to'plami. Xolesterol esterlardan hosil xolesterol nima qilib to'planadi? Natijada ateroskleroz rivojlantiradi. Bu xolesterol makrofaglar tomonidan o'zlashtiriladi. Qon tomiri torayib, miokard infarkti yoki qon tomiri kasalligiga sabab bo'ladi. Demak, bu lipidlarning transporti edi. Demak, umumiy sxema menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Demak, mitsellar o'z safroq hisobiga mitsellar hosil bo'ldi. Xilomikron o'z navbatda ichak hujayrasidan qonga olib chiqib berdi. O't suyuqligi bilan tashladi, so'rladi, buni unutmanglar. Demak, trigliseridlarni o'zida ko'p miqdorda saqlagan xilomikron HDL tomonidan nimani oldi? ApoC2 hamda ApoE retseptorlarini oldi. Bu organdan adiposit tomonidan trigliseridlarni berdi hamda xilomikron remnant hosil qildi. Xilomikron remnant ApoE bilan nima qildi? Jigarga bordi, o'zlashtirildi hamda jigardan nima qildi? Endi VLDL ishlab chiqardi. Bunda ApoB100 retseptori bor. Aynan ApoB100 retseptori qayerda ishlaydi aytmadim shekilli. Mana shu LDL retseptoriga ApoB100 komplementdan mos kelib o'zlashtiriladi. Yaxshi, VLDL hosil bo'ldi. VLDLda nima bor? Trigliserid plus xolesterol bor. Bunga yana HDL o'zini retseptorlarini berdi. Nimani? ApoC2 hamda ApoE retseptorlarini berdi. Keyin adiposit yana trigliserid berdi. IDL, LDL jigardan, hepatik lipazadan keyin mana bu yerda lipoprotein lipaza esdan chiqarmanglar. Bu yerda hepatik lipaza jigarda. Hamda LDL o'zlashtirildi. Periferik to'qima orqali. Demak, umumiy sxema shunday. Yaxshi. Bu retseptorlarni o'z navbatda berish. Bu retseptorlar nimada borligi. Demak, biz bularda lipoprotein funksiyalarida gaplashdik, trigliserid tashlashi. Endi bizda keyingi mavzuyimiz bu shu bilan bog'liq bo'lgan kasallik, ya'ni lipid transporti bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar haqida gaplashamiz. Demak, hozircha shular. Qolgan mavzu keyingi qismda gaplashamiz. Lipid transportiga bog'liq bo'lgan kasalliklar. Demak, hozircha shular. Hammaga rahmat. Ushbu videoda medical students, ya'ni tibbiyot talabalariga ulashishni unutmanglar. Bu bizning mehnatimizni ko'proq insonga foydasi tegishiga hissalarni qo'shgan bo'lasizlar. Demak, hammaga rahmat.